Navbatdagi Malibu 2 avtomobilimiz tayyor bo'lgan. Mokri rangdagi bu 2 torga qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Murdasini qaranglar, qanaqa derski turibdi. Birinchi navbatda tashqi qismi polni black piano qilingan. Nikkel detallari, oblisovkalari, kuzovdagi hamma nikkel detallarni black piano qilib berganmiz. Undan keyingi qilingan ishi mana shunaqa tiniq turishi uchun polirovka va keramika qilingan 3 bosqichli o't uyda bo'lgan. Mana bunaqa diskalar taqilgan. Xo'p, faralariga temniy turadigan plyonkalar qilib berganmiz. Tumankasi bilan birga quyoshda temniylashadi, salqin paytda bo'lsa yana ocharib oladi, qorong'i paytlarda. Quyosh nurlari tushganda shunaqa temniy holatga kelib oladi. Krugovoy tonirovka qilingan. Tashqi qismi black piano aytib o'tdik. O't uyda bo'lgan, orqasidagi gulshtir nasatkalarini ham black piano qilib berganmiz. Garmdorlar o'rnatilgan. Xo'p, rangi ham juda ham chiroyli, neobычный rangda. Black piano juda ham yarashib chiqdi. Xo'p, salon qismi himchistka qilindi. Idealniy chiqdi. Qaranglar, sidenlarni yengida, matvi bo'lgan. O't uyda himchistka qilib berganmiz. Rullar restavratsiya bo'ldi. Premier skorsni ham o'rnatib qo'yganmiz. Xo'p, qilingan ishlari shular bo'ldi. Tayyor holatda. Xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, Max-Tuning murojaat qilaverasizlar. Ishni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Detayling xizmatlarini ishlab turibdi. Polirovka, keramik, himchistka, hamda black piano hammasi bor. Max-Tuning kuzatib boringlar, bizdan uzalashmaylik.